Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda obzorlar davom etamiz. 7 ot kuchli eng xadavoy motobloklarimizdan biri keldi. Ya'ni Kentavr firmasiga tegishli, sotuv bo'yicha ham eng ko'p sotiladigan hozirgi kunda eng sifatli brendlardan biri Kentavr zavodda ishlab chiqarilgan benzinli 7 ot kuchli motoblogimiz kelgan. Sizlarga to'liq ma'lumotini berib, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Narxlari skidkaga tushgan. Boshqa joylar bilan bemalol solishtirib ko'raverasiz. Narxlarni xudo xolasa sizlarga yoqadigan narx aytamiz. Hop, manzilimiz Toshkentda. Dastavkalar faqat Toshkent shahar ichida tekin, bepul. Viloyatdan olmoqchi bo'lganlarga Isuzu stenkalarigacha aytilgan narx ichida olib chiqib beramiz. Xohlaganlarga upakovka holatda, xohlaganlarga tayyor qilib mana shunday terib ham beraveramiz. Kentavr brendi. Biz do'konimizda bitta motoblok emas, boshqa texnikalarni ham topishlari mumkin. Optim narxlarda karcher, drabilka, suv nasos, dvijokmi, hammasi bor. Kentavr biz o'zimizni brend, birinchi qo'limiz Xitoydan premium olib kelamiz. Hamma narsamiz mana Kentavr. Motorlarigacha bor, zapchast so'raganlarga mana bunaqangi kasilkalar, gusinichli motobloklar ham bor. Hammasi Kentavr brendi ostida ishlab chiqarilgan. Drabilkalargacha Kentavr drabilkalarimiz. Motoblokka qaytadigan bo'lsak, Kentavr brendi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi, lekin Xitoydan keladi. Ko'pchilikga Germaniya texnologiyasi desa, germanskiy deb tushunlar ekan. Bunaqa emas akalar, texnologiya Germaniya xolos 100% Xitoyda ishlab chiqariladi. Ko'pchilik o'zimizdan so'rab, germanskiy traktorlaring bormi deb so'rashadigan klientlar ham bor. Germanskiy traktor bo'lmaydi akalar. Qanaqa nomi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hozirda texnikalar ko'pi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan deb yozib qo'yadi, lekin germanskiy bo'lmaydi. 100% Xitoydan keladi. Shuning uchun adashib qolmaylar. Boshqa joyda germanskiy deb aldab sotadiganlar ham bor. Germanskiy traktor zo'r bo'ladi, u bu deb qimmat narxda olib qo'ymaylar akalar. Benzin 7 ot kuchi tortma orqali zavod bo'ladi. Benzin baki 3 litrli, rasxodi nagruzkada 1 litrgacha yetishi mumkin. 8 gram 1 litrgacha rasxod qiladi. Qatorlar ichini kultivatsiya qilishda, chopi qilishda, teleshka qilishda, teleshkada ham aravada sudrasangiz bo'laveradi. Bemalol ish beradi. Maslinni filtrlari tortma orqali zavod bo'ladi. Kentavr brendi 3 xil rangi bor. Kimga qanaqa rangi ma'qul kelsa olishlari mumkin. Remensiz, bez remen, kardanli variantidan. Skoruslari temirli skorus, oldiga ikkita, bittadan zadniy skoruslari bor. O'chirib yoqadigan knopkalariga ham bitta ahamiyat berasizlar. Temirdan qilingan bu salarka motobloklarda shunaqa bo'ladi. Gastroslari ham ponni plastmassa emas, temirdan. Anaqangi o'chirib yoqadiganlari ham ponni temirni qistirib qo'yiladi, biladi, ishlatganlar biladi, juda ham yaxshi. Plastmassa emas, hamma yo'g'i temirdan ishlangan. Aytib o'tganimdek, skoruslar oldiga ikkita, bittadan zadniy skoruslar bor. Korobkalar ham o'sha sifatli korobkalardan qo'yilgan. Ko'rishlari mumkin. 950 lik. Mana. Model 950. Xo'p, balonlarning orasi 60-70 agatlarga bemalol tushadi. Ya'ni legrovka qilsa bo'ladi. Orqasida stoykalari ham bor. Vomlariga bitta ahamiyat berasizlar. Temirli albatta. Bunga ko'pchilik so'raydi, jatka o'rnatsa bo'ladimi deb. Jatka o'rnatib bo'lmaydi akalar bunga. Bunga suv nasos qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi masala dori apparat, karcher sistemalari bor. Bunaqangi karcher apparatlarini ulasa bo'ladi. Shunaqa narsalarni ustanovka qilsalaring bo'ladi. Korobkasini mana seriya nomerlari originalligini isbotlaydi. Hammasida birkasida bor bunda. Xo'p, komplektida 4 qatordan 8 qator frezalar qo'shib beriladi. Narxlari bomba narxda. Kimga qiziq bo'lsa, atrofda germanskiy deb 4 million, 4,5 million so'mgacha sotilib turgan ushbu motobloklarni bizning do'konimizdan atiga 2 million 900 ming so'mdan kelib xarid qilsalaring bo'ladi akalar. Narxlari juda ham chiroyli chiqqan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aytganimdek 2 million 900 ming so'm, 3 million emas, sizlarga 2 million 900 dan qilib beramiz. Komplektida frezasi bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Viloyatdan olmoqchi bo'lganlarga aytib o'tganimdek, Isuzu petakkacha olib chiqib beramiz. Yengil mashinaga upakovka holatda olmoqchi bo'lganlarga korobkada ham bor. Yengil mashinaga ham bemalol sig'adi.
Shoshilib qolinglar. Tirikchilikka, optimga foydalanaman degan akalarimizdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi qo'limiz buni o'zimiz olib kelamiz, birovdan olib sotilmaydi. Bemalol eng arzon narxlarda, birinchi sklad narxlaridan kelib, optimga bundan ham tushirib beramiz, ya'ni skidka qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz akalar. Ishlash jarayonlarini kanalimizga qo'yganmiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Salomat bo'lasizlar.